Tashqariga ham olib chiqib, o'zinglarni oyoqlarini bitta ko'rib qo'yamiz, keng holatda. Zagonda boshqa qo'yib qo'ying aka. Mashinalar shunday optimiga olib turib, qiziqishga ham, interes. Voy jonivor turavergan, qarang, zakasiga bo'lib. Hurmatli obunachilar, chorvadorlar, akalar, ukalar, shvedlar makoniga xush kelibsizlar deydi-ku. Hozir yo'lda kelyapti turib ogohlantirdim. Shvedlarni zo'riga boramiz. Videoni kutinglardimi? Kutganlaringga yarasha shved xonajinning originallari. Hurmatli obunachilar, Asakadamiz, Ozodbek aka fermasidamiz. Hafta kuniga hurmatli obunachilar, payshanba 2026-yil 15-yanvar. E'tibor beramiz, chiroyli, manfaatli video qilib beramiz. Videolarimiz yoqsa, bir dona like bosib qo'yasiz, havas qilib like bosgan akalarimiz xonadonida hozir biz sotuvga qo'yadiganimiz 2 ta, 4 ta, 7 bosh bo'lsa, sizda xonadoningizda 30 ta, 40 ta bo'lib ketsin. Videodan uzoqlashmay Ozodbek akam chiroyli qilib ma'lumotini beradi. Aka, haydang mana haqqa. Ozodbek aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshi o'tsin Sanjarbek. Gullar yo'q xonajinlarda. Ha. Keling, obunachilaringizga zo'rlaridan bugun. Obunachilar o'rniga aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Jonivorlar. Xudo xolasa sizdan video chiqarishimiz birinchisi molda sortovoylar aka. O'zi shved degani uchun yugurib keldim-da aka. Semental boshqa qora oladi deganingiz aka, deb keyin gaplashamiz ham bularni. Boshqasi yo'q, faqat shvedni o'zini chiqaramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Molda eng kami to'xtating aka. 150 bo'yi kattasining. Aka, bular hammasi birinchi qorin-a? Hammasi birinchi qorin. Necha oydan necha oygacha? Asosan 7 oy, 8 oy aka. Aha. Eng kechkisi 7 oylik, eng ertakilar 8 oylik. Ha, 8 oylik. Mana ular juda tang solishni boshlabdi, qarang. Juda yelin tashashni boshladi. Bular xullas hali juda xomda, lekin tay solsa o'xshatib tashlaydi bular. Ozodbek aka, Rabbi aka. Bularda dona narx qo'yaylikmi yo bitta qo'yiq suyug'iga narx tashlaylikmi? Bitta narx qo'yamiz aka. Tanlash olsa ham narxini yengil qilib aytamiz, unaqa ko'p ransa qilmaydi aka. Bir-biridan katta raznica qilmaydi. Bir-biridan unaqa ko'p ransa qilmaydi. Ozodbek aka, eng kichkina bo'yi, kichkina mashq xonajin bo'lsa kerak, yoningizga qarab turgani. Mashina ham yerni juzib tashlashni boshlabdi. Necha bo'yi mashina aka? 140 qolishaveradi eng kichkisining bo'yini aka. 140 qolishaveradi. Eng qizig'i, sut berib charchamagan narsada olasiz uzoq yillab, misol bitta fermaga tashab qo'ysangiz ham bo'ladigan narsalar. Mana eng kichkinasini ham formalarini qarang aka. 4 burchak. 4 burchak ideal holatda. Aka, bular endi hozir zagonda yuribdi-yu, misol baylab ushasa yelinlarini ushataveradi, bemalol. Asli yuvosh mollar aka. Endi o'zi yaqini qo'yardik o'zi. Qarang. Mollar hali tayyorlanganiga keladi, xudo xolasa. Bittasini ham yelinda qo'shimchasi yo'q, 4 tadan yelinlari. Tutaylari 4 donadan. Shved qolib yo'q bo'lib ketyapti Ozodbek aka. Ha, bozorda ham ko'ryapsiz Shvedni. Mana unaqa bo'lib ketyapti-ku aka. Shved hamma qilimga tushaveradi-da aka. To'g'ri. Hamma qilimga moslashib ketaveradi. Keyin haligi o'zi biz ham birinchi molga kirishimizdan oldin, birinchi boshlashimizdan 4 ta shved olib boshlaganmiz aka. Mana 4 dona shved olganmiz ama. Alloh berdi, kelsangiz hozir mana xohlagan parodangizda hammadan maslahat olib shvedni boshlaganmiz birinchi. Sababi shved sal pishiqroq. Birinchi boqishingga qiynalmaysan deganda birinchi shveddan boshlaganmiz. Hurmatli obunachilar, misol videoni yaqinlashtirib, adden olib beryapman. Shunday mana shu videoning kelgan joyiga bitta skrinshot qilasiz, tashlaysiz. Siz tashlagan molda o'sha bittada his qiladi. Nimaga o'zini molni taniydi, hammasini ham. Hammasini taniymiz aka. Mana shu molni siz savdosini qilaverasiz. Bu xonajinlar qarang, jonivorlarni. Narxini ham unaqa ko'p kutib turibmiz aka. Gapiring aka. Bir joyiga aka 48 million 500 ming so'mdan. Birinchi qo'yishimizga bir boshqacha narx qo'yib bermaysizmi aka? Aka 47,5 dan bir joyga olsa aka. 47 dan deng. 47 milliondan bir joyga olsa aka. Joni sog' bo'lsin. Lekin mashina bolaligi aka Qo'rg'ontepada Jasur akam xonajini sotdi, mashina bitta bola tuqqan, Novvoz tuqqan aka. 62 millionga sotdi. Endi narxini ham endi aka katta kichigiga aytib qo'yaylik aka. Eng pasti 46 million, baland 50 million. Ha, qo'yiq suviga kelasiz. Ha, endi narxini ham ko'ring-da, unaqa oshiraysa qilmaydi, 47 dan bir joyga hammasi ketaveradi aka. Ozodbek aka bir joyga olsa dastavkasi xohlagan joydan telefon qilsa O'zbekistonda ichiga olib borib berasiz-da. Ha, butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. Gap yo'q. Hammasini bir joyga olsa. Hurmatli akalar, ukalar, chorvadorlar, chorva sevar insonlar, mollarda bitta xolis bahoni beraverasiz. Hammasi hali chandirlari ham do'ppi debasda. Mana shu orqada ketayotganda ham qarang.
Bu xom hali. O'ylanib turgani yo'q mana. Buni oling, yakka o'zi ajrab turibdi ekan. Bu tay solsa yana bir 20-25 kundan keyin mana 8 oyga to'lganlari vo'shi boshqa narx bo'ladi. Olib turib 20 kun boqib turib bozorga olib sotaman sizdan foyda qiladigan oxunajinlar ekan. Hammaga tushadigan qilib beraylik aka. Haligi olib sotarga ham tushiradi, yetkazib sotadigan ham, dehqonga ham. O'ylanmaydida, haligi tuqqani 55 million yo'ygandan ko'ra, bir oy kutadi, 7 million, 8 million yoniga cho'ntagiga qoladi aka. Xohlasa. Hurmatli obunachilar, qo'yiq suyug'iga bitta baho qo'yildi. Ishqiboz bo'lsanglar, aloqaga chiqaverasiz. Yakka-yakkasiga ham sotiladi mollar. Maqsad reklama emas, quruq reklama emas. Ishqiboz bo'lganingiz mana shu Ozodbek deng, bo'ldi bor bor. Ha, sotilayotgan mollarimiz bular, aka. Xohlasa. Gap yo'q. Hurmatli chorvadorlar, akalar, ukalar, sizlar uchun bir manfaatli, chiroyli video qilib berdik degan umiddamiz. Tuqqani ham bor, tuqqani ham qo'yamiz. Tuqqanni bolasi nima ekan? Ha? Bolasi nima? Tuqqanni. Hunajin bolasi. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Ha, uni ham ko'rsatib. Gap yo'q. Videodan o'tkazib qo'yamiz aka, bularni bitta-bitta. Haydamizmi bitta ko'chaga? Olib chiqinglar aka. Bo'laveradi, tashqari olib chiqing. Tashqariga ham olib chiqib, o'zinglarni oyoqlarini bitta ko'rib qo'yamiz, keng holatda. Zagonda boshqa, quruq yerda yurgani boshqa. Buni qarang. Jonivor. Oyoq qo'l o'ta sog'lom. Bular aka hali shunaqa davr suradi. Ozod aka, bular hozirgi mashin narxi bilan Ozodbek aka, bahorga chiqib qolsa, hozir misol mashlarda qo'yiq suygan necha puldan aytdingiz? 47 dan bir joyga ketdi. 47 milliondan aytdingizmi? Mashinalar bahorga chiqib qolib, xunajinlar tek qo'yib qo'yay aka. Mashinalar shunday optimiga olib turib, qiziqishga ham, interessga. Puldor akalarimiz bor, bekor pulingiz yotibdi-da. Tashab qo'ying-da mashina bir joyga. Misol tariqasida gapiraman 200 million pul tiksangiz, mashinalar hammasi qonundan tushsin-da. 200 million pulingiz 200 million qo'shmasa mana aytaverasizlar, xudo xolasa. Nima demadingiz aka? To'ppa-to'g'ri aka. Inflyatsiya evaziga ham narxni ko'ryapsiz aka. O'tgan 30 dan sotganlarimiz bu 70 million bo'lyapti mollar. Ha, aka, shuni aytyapman-da. Bo'lib ham aka, bu shved narxi qolib yo'q bo'lib ketyapti-da. Ha, keyin shved qachon bo'lsa bozor o'lmaydigan bo'lib qoldi. O'lmaydi. Joning sog' bo'linglar. Mana akalar, quruq yerda ham ko'ringlar. Zagonda ham oldik, quruq yerda ham ko'ringlar. Akalar, ukalar, chorvadorlar, xudo xolasa, ishqiboz bo'lib telefon qiling, sotiladi. Quruq reklamaga bas batda. Hammasini addenni bitta tortib beraman. Chandirlarni qarang. Yaqin holatdan ham ko'ring. Bironta mol battaliga nima deydi? Ko'zingizga yoqmaydigan emas. Hammasi lubi odamni ko'rganda yuragini zizillatib qo'yadi xon. Buni vohali obunachilarimiz rosa ishqibozda Ozod aka, shvedga. Qarang jonivorlar. Bu yoqlarda sal havo issiq-ku, issiqqa yaxshi moslashadi bu mollar. Hammasini qarang. Birta ikkita mollar. Bu chandirda qarang, xonajin bo'lib turib. Tutamni qarang. Ha bu yerda bir ikkita tug'dirib qo'ying, bu hali mol o'zini ko'rsatadi. Gap yo'q. Akalar, ukalar, hammaga kattakon rahmat. Sizlar uchun manfaatli video qilib berdik degan umiddamiz. Ozodbek aka, telefonga yordam qaytaramiz. Xudo xolasa, umuman qaytarish yo'q aka. Faqat olap akalar nimaga chiqdi batga? Bu akalar ko'ryapti. Ha, bular mijozlarga bu, ha? Gap yo'q. Hardor kelibdi, Andijondan mehmonlarimiz kelib, kirgizib yormanglar. Hammaga kattakon rahmat, o'zingizlarda ehtiyot qilinglar. Hamma chorvasi Alloh baraka bersin. Havas qilib chorva sevgan insonni oxiri 10 ta boq ekan bo'lsa 20 ta bo'lib ketsin. Aka, sizga ham rahmat, bozoringiz bersin. Xo'p aka, rahmat aka. Xo'p, salomat bo'ling. Hurmatli chorvadorlar, men bo'g'oz olib tug'dirgani qo'qaman deydigan odamlar ham ko'pda. Tayyor mana sizga. Birinchi qoringa tuqqan bolasi nima aka buni? Hunajin. Bo'lari biri 35 plus, biri 40 ta yonverdiga. Necha kun bo'ldi aka bunga? 10 kun atrofida. Tishi necha kurak? 2 kurakmi? Bo'lsa 2 kurak, bo'lmasam yo'q-chi. Ha, 2 kurak bo'pti endi. Bu gap yo'q. 2 kurak bo'pti. Ozodbekka yo'lida beramizmi? Ha, narxancha yo'lida. Nechta sut berib turibdi bu? 15 ta gapga tushiradi aka. 15 litrga. 15 litrga. Sog'inga yuvosh. Sog'inga yuvosh. 10 chap demaydi. Apparati borlarga ham turaversa kerak aka. Ha, o'zi bizda faqat apparat aka. Aha. Faqat apparat sog'amiz. Necha pul qo'yib beramiz aka? Ha, 45 million aka. Kami bor. Kami ko'p aka. Kami g'ij-bich. Kami ko'p. Haqqingga duo qilaman desa, bitta moldan foyda ham qilmay qo'yaveramiz. Ha. Ro'zada mazaq sag'ib ichay desa, yana ham yangiroq qilib beraveramiz aka. Hurmatli chorvadorlar, 45 million so'm savdosini qilib olaverasizlar. Olib kiring aka. Jonivorni. Tekkiz mollar. Orqasidan ham ko'ring. Tayyor tuqqan variantida.
urug' uchun, nasl uchun olaman degan akalarimizga bir dona shveti, bir dona sementali bor ekan. Shvet muncha bu qo'g'irchoq bu aka. Pachka. Qarang. Mana shu hozirgi bo'g'ozlar ko'rdinglar, hurmatli obunachilar. Ana shuni bolasi chiroyli bo'lib, mana shunaqa rangda tug'ib bersa, hozirgi kunda ming qog'oz. Nima demadingiz Ozodbek aka? To'g'ri. Xudo xolasa bundan ham ortiq tug'adi. Privoznoyu. Ada qochib kelgan. Enasini sutdan ishlataman deb, bolalarni sotaman deb o'zingiz xaridormisiz? Ha, bo'zaklariga o'zimiz xaridormiz aka. Kunda bo'zak so'rab telefon olsangiz. Yetalanchi aka bularni. Ikkosi o'zi bir joyga tashab qo'yadi xon aka. Buqachalar. Ikkosi ham novoz. Ha, ikkosi ham buqacha. Ikkosini addenni qo'yamizmi? Jup qo'yib qo'yaveramiz aka. Nech pul jupiga? Jupiga aka 43,5. 43 million 500 ming. Aka 43 millionga qilib beramiz jupini aka. Shved xonasilarga qo'shib olsa, ancha yo'lida beramiz. Ancha kelishda beramiz. Gap yo'q. Bular necha oylikdan bular? Aka 3 oy atrofida, 2,5 oy 3 oy atrofida aka. Sigirga qo'shib yuborsa yemadimi? Ha, sigirga qo'shsa ham yemadi, so'skada ham yemadi ama. Hali sut ichadi bular. Sut ichadi. Yem o'tamaydi-yu, sut ichadi asosan. Gap yo'q. Akalar, so'rta o'ynarsa hech qachon arzon bo'lmaydi. Ikkosini ham old oyoq qo'llarini olib qo'ying aka. O'zinglar gap yo'q. Tushungan odamga-da, hozir tushunmagan odamga ol 15 millionga ikkosini desangiz ham olmaydi aka. Ha, donalab olsa ham sotaveramiz aka. Farqi yo'q. Gap yo'q. Aloqaga chiqaverasizlar.